Qanchadan beri endi Masharip aka asal bilan shug'ullanasiz? Şu asal bilan 5-6 yil bo'ldi shug'ullanamiz. 5-6 yil bo'ldi. Ko'p asal yeganingizdan qandli debet bo'lgansiz. Rahmat, uydasizmi? Beni taqib qo'ymadikmi? Yo'q. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Şükür. Masharip aka qancha bo'lgan bu qandli debetizga? Endi bu 17-yildan bildim, 17-yilda. 2017-yildan beri Ha. qandli debet. Kendi diyabet edim. Nimadan keyin shunaqa bo'ldingiz? Endi bilmadim. Qanday nimadan bo'lganini o'zim bilmayman. Avlodda bormi o'zi? Biz avlod ota-onamda yo'q edi. Yo'q, ha? Ota-onamda bo'lmagan. Birinchi bo'lganini Birinchi. qayerdan bilgansiz? Hol bo'lmay yurdi-da, shunda keyin tekshirsam sahir ekan. Unda men hech qanday holatga tushmadim men. Doğrusu bu kasal bo'ldingiz, iloj yo'q. Diyeta saqlanmanda ko'p. Diyeta Diyeta qilasizmi? qilmayman, diyeta yo'q. Qilmaysiz. Shu Güzel. choyni pastayan ichib yuraman. Choydan. Ha, şu Choydan mana 2 marta aldırdım bundan. Yani şu içib yuraman shuni pastayan. Necha yili hozir? Boshda 17 edi. Ha, hozir? Hozir endi shu 7-8 dan bo'laveradi. Ya pasam tushaveradi. Shu diyeta saqlasam pasam bo'laveradi. Saqlolmasam netadi. Tahriz zo'r. Hozir yaxshimi? Hech Yaxshi. qanday o'zimda nima yo'q. Oyoqlar og'rib boshladi boshda. Oyoqlar. Bu sovuq tortar edi, muzdek sovuq tortar. Kechalari uyqu yo'q edi, umuman. Oyoq og'rib shu qichqirib yotar edim. Hozir yo'q, bu oyoq og'rig'i yo'q. Oyoqlaringiz og'rimayapti? Og'rimadi, yo'q. Choy postoyanli boyna Termizda turadi. 4 oylab bo'ldi o'xshaydi, men ichib ko'rganim ya. O'zi 15-20 kunda bilindi bu. İpek şu ağırlıkla pasaydı. Sakırım bitta pasaydı. İnsülin aladım. Oluvdingiz. Operatsiya oldum, yürekten operatsiya oldum. Damar koştu 4'te. Şunda keyin insülin alırdım. Azı insülinim, tabletkem, hiç kabul kılmıyor, umma. Fakat şu çay. Şanssızlık oldu. Bu tesir kılamayan sakır için şu internetten şu oğlum görüp işini tavsiye kıldı. Alıp geldi. Şundan bana şunu içi birme. Pastayanı şu et taraftan demlep koyadılar. Şu içi biremem şu avukattan. Lakin şu diyete yok azım bende doğrusu. Diyete saklanmaz sakırım yakşı. Lakin diyetasiz sakırım yakşı. Erta bilan bitta fiziyaretga qilasizmi? Kechda ham shu yurib 5-6 kilometr yurishma bor. O'zimni do'stlarim bor, ular ham sakır, ular ham shuni tavsiya qilganman. Sizlar shuni hali ko'ringlar ichib. Ben ichib yuribman shuni deb. Nasi zo'r deb yana bularni tavsiya qilaman hali buni. Yo'q, yaxshi ekan. O'zingizga yoqdimi? Yoqdi, ichib yuribman. Natijasi bor ekanmi? Boshqa choy ichmayman men shu. Faqat shu. Soğuk su deyen ise bunun bir sakıran su ham köp içim ben. Su yok hem şu nanı kemiyim ben. Nan avukatlarla lakin seylemeyi veremem. Nan şu dum ağzına yiyeyim. Mesela hazır umma ben o taşıdım. İnsülin yok bende. Umma insülin işletmeyeyim ben. Tabletkem işletmeyeyim ben. Geç kandayına. Şu hem tavsiye etmem bunu içni. Şu inim melekim bana lakin bu yaxşı tesir kılıp tuttu. Ama şu acayip bunu çıkargan adamlara şu rahmet diyeyim bu kampanyaya hem dalıyla şu halkını böyle çıkarttılar. Adım bir doğayı nerseyken şu çayken bunu rahmet bu adamlara. Sizlerem rahmet yine şu gelip şu bizden şu halak var sonra bir üstüne şundan şuna gelip sizlerem rahmet. Ama 2 marta aldırdım. Başta gidip 8 paçka. Hem nima o ölçüdiğine. Keyin bir 10-12 paçka berishdi. Ha. Şu anda haber alıp turishibdimi? Ha, telefonlaşamaz-ku, telefonlaşıp durama. Yine şu isim bor hamma alıp diyabetga lakin haqiqiy ta'siri yaxshi. Albatta rozimman. Bo'lmasa olmasadim men. Hali endi bir 5-6 paçkam bor, keyinroq yana zakaz beraman buna. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Uni o'zi pastani ichib yurish kerak ekanmi? Pastani ichib yursangiz o'zingiz Hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q. Hammasi o'zi giyohlardan damlab qo'yib ichib suv o'rnida ichib yuramiz. Neticesi zo'r, gap yo'q neticesine. 10 yıl sağ selamet oturuşur olsun.
Yurtumuz tinç olsun, Kudayım ailemiz tinç olsun. Sizlerim yollarınız bolaversin, sağ olun. Şu kampanyaya rahmet. İşe gelişe versin.